Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyamızla başlayımız. Leksiye de sıdağa diyoruz. Washington'dan söz davetimiz. Bugünkü leksiyamızdan mavzusu mundaq. Ötkende biz Tayvan'ı taşlı yutib ketken tok. Qoladan hech qanday ish chiqmaydi deb ham tuyuqsizlar. Bugun Tayvan'da yangi prezident sayın ve vazifaga o'tirib 13 kundan keyin yangi bir masalani o'tirib ko'tarib chiqdi. Bugun shuni vatandaşlarga hikoya qilamiz. Tayvan'ın Tashqi ishlar ministri Tayvan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo bulup kirishini ilgari suramiz deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 6 ayning 3 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tayvan'ın Tashqi ishlar ministri Li Dabi mundaq ko'rsatdi. Bu yıl Tayvan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo bulup kirish faoliyatini ilgari suramiz. Hakimiyet sirtidagi partiyanın qonun chiqarish komitetidagi a'zolari Tayvan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo davlat bo'lib kirishi yangi hukumat tirishchanlik ko'rsatadigan nishondir deb ko'rsatdi. Amerika ovozi radiosuning aloyi taklif qilingan muxbiri Zhang Yong Tayvan'dan tarqatgan xabariga quloq soling vatandoshim. Zhang Yong'ning Tayvan tarafidan tarqatgan xabariga quloq soling. Tayvan'ın Tashqi ishlar ministri Li Dabi haftaning 4-kuni Qonun chiqarish komitetida diplomatiya va davlat mudofaasi komitetining savollariga javob berganda mundaq ko'rsatdi. Tayvan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo bo'lib qatnashishni ilgari surish yangi hukumat tirishchanlik ko'rsatadigan nishon bo'lishi kerak. Minister Li Dabi mundaq ko'rsatdi. Mümkün bo'ladigan doirada eng zo'r tirishchanlik ko'rsatib, davlatimizning manfaati va davlatimizning o'rnining yuqori ko'tarilishini umid qilamiz. Minister Li Dabi yana mundaq ko'rsatdi. 23 milyon Tayvanlik shuningga o'xshash fikr bilan yashayotdi. Tayvan xalqaro jamiyatning adil muomalasiga erishalmadi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yıllık yığını 9. ayda New York şehrinde çağırıldı. 26. növbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umum yığını 1971 yılı 10. ayının 25. günü 2758 numaralı karar ma'qullab Birleşken Devletler Teşkilatı'daki Junho Mingo'nun o'rniga Junho Halk Cumhuriyeti'ni elib kirgan. Junho Mingo hükümeti kararının neticesi çıkıştan burunla Birleşken Devletler Teşkilatı'dan çekinip çıkıp ketidiganligini jakarlagan. Şu yili. Muhim nişan Devri Kuchi Partisining Qonun chiqarish komitetidagi a'zosi Lin Yongzo mundaq ko'rsatdi. O'tgan bir necha yilda Ma hukumati, ya'ni Ma Yingzhou hukumati Tayvan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo bo'lib kirishini ilgari surmadi. Yangi hukumat bu ishni muhim xizmat nishoni qilish kerak. Hukumat bu ishni xizmatning muhim nishoni qilish kerak. U mundaq ko'rsatdi. Bugun bu fursatdan foydalanib, men ministerning aniq jakarlashini umid qilaman. Men sening jakarlashingning ma'nisini 9. ayda Tayvan'ning Birleşken Devletler Teşkilatı'na tuyuqsiz a'zo bo'lib kirishiga hozir kapolat qila olmaysan demoqchi. Mening bundaq degim yo'q, lekin bizning shundaq nishonimiz bor. Butun Tayvan xalqi sizlarga yulanchiq, tog' bo'ladi. Buning ishoninglar. Bu efendi nima deydi? Mush yil 9. ayda Birleşken Devletler Teşkilatı'na kirishni, Tayvan'ning bir davlat bo'lib kirishini arzu qilamiz deb oshkor aytolmasmi? Men shundaq deyolmayman, lekin buning uchun tirishchanlik ko'rishing kerak degandan qaraganda, demak bu yil 9. ayda ochiladigan Birleşken Devletler Teşkilatı'ning umumiy yig'inida Tayvan Birleşken Devletler Teşkilatı'dagi a'zolik o'rnini asli keltirish kerak degan ma'no chiqyapti. Hayat Qonun chiqarish komitetining hay'ati Li Yongzo yana mundaq ko'rsatdi.
Tayvanning xalqaro tashkilotlar qatnashishi balki nom amalining puchaklashtirilmasligi oldi bilan Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo bo'lib ko'rish masalasini hal qilish deganlikdir. Tayvan yaqindan beri Birlashgan Davlatlar Tashkiloti klimat o'zgarishi ahdnomini tuzishga, qatnashgan davlatlar qatoridan o'rin olishni qo'lga keltirish jihatda faol harakat qildi va xalqaro Interpol qatorliq siyosiy kuchli xalqaro tashkilotlar, jumladan xalqaro sayyoh tashkiloti kuzatuvchi sifatida va xalqaro aviatsiya klubiga a'zo bo'lib qatnashdi yoki qabul qilindi. Amaliyotchan bo'lib qatnashish. Tayvanning bir prezidenti Tsai Ing-wen navbatda chet ellik mehmonlarni qabul qilganda bunday ko'rsatdi. Do'st davlatlarning kelgusida xalqaro so'rinlarda Tayvan uchun adil so'z qilishini umid qilaman. Jumladan Birlashgan Davlatlar sistemasi ichida xalqaro tashkilotlar va aloqador yig'inlarga, funksiya va faoliyatlarga Tayvanning qatnashishini qo'llashinglarni umid qilaman. Prezident Tsai Ing-wen xonim ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Xalqaro jamiyatning bir a'zosi sifatida Tayvan bu rayonda tinchlik va muqimlik tartiblariga tuhfa qo'shishga mas'uliyatni ustiga olishi lozim. So'zlashish, suhbatlashishda chang turishi lozim. Bular nishonni tashkil qilmasligi xalqiliq mas'ula bizning nishonimizni tashkil qiladigan xalqiliq mas'uladir deb ko'rsatdi. Demek Tayvan'da 20. günü, 5. ayının 20. günü prezident sayılımı, bu prezident sayılımından keyin prezident vazifeye oturuş murasimi ötküzüldü. Doğru 13 günden keyin bugün Tayvan yangi hükümetinin Tashqi ishlar ministri Li Dabi Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qaytib kelish masalasini o'ttirg'a qo'ydi. Qo'llaymiz. Shaxsan biz qo'llaymiz. Tayvanning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qaytib kelishni qo'llaymiz. Xalqaro jamiyatning bu masalaga jiddiy ko'ngil bo'lishini umid qilamiz. Bo'libmi Amerika Qo'shma Shtatlarining bir jungo siyosatini qayta o'ylanib, Tayvanning bu taklifiga va bu fikrlariga ijobiy javob qaytarishini yakdillik bilan umid qilamiz.